Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gift to Cash kanali. Bugungi videomizda biz sizlar bilan internetda like bosib, sarmoyasiz pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Demak, videoni o'tkazmasdan diqqat bilan ko'ringlar. Sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana bizning bugungi video obzorimizda VK Surfing sayti. Bu sayt orqali biz har xil sotsial tarmoqlarda like, podpiskalar bosib, sarmoyasiz pulli ishlashimiz mumkin. Demak, sayt anchadan beri ishlab keladi. Kirishimiz bilan xuddi shunaqa glavni oynasi ochiladi. Pastroqqa tushib, sizlar sayt haqida polni ma'lumot olishingiz mumkin. Sayt ishlayotganiga 12 yil bo'ldi. 12 yildan beri ishlab bizga pullarni 100% to'lab beryapti. Pastga tushib yana sayt haqida kengroq ma'lumotlar olishingiz mumkin. Bu yerda qancha zakazlar bor, qancha bajarilgan va nimalar qilinadi, shular haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Demak, tepada yana bo'lim bor, bu yerda zakaz qilsanglar исполнитель qilsanglar bo'ladi. Bizda galочка har doim исполнительda turish kerak. Saytdan pul ishlash uchun registratsiyadan o'tamiz. Buning uchun начать сейчас tugmasini ustiga bir marta bossak, bizga xuddi shunaqa oyna ochiladi. VKontakte, TikTok, Like, Telegram, Instagram orqali osongina registratsiyadan o'tib olishimiz mumkin, lekin sizlarga bu yoqqa Gmail pochtalarni yozib registratsiyadan o'tishni tavsiya etaman. Demak, bu yoqqa Gmail pochtamizni yozamiz, продолжить tugmasini bossak, bizga parol kiritishimizni so'raydi. Parol kiritamiz, uni eslab qolishimiz kerak. Har doim profilimizga kirishda kerak bo'ladi. Keyin kapchadan o'tib yana bir marta продолжить tugmasini bossak bo'ldi. Biz saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz. Men hozir o'zim profilimga kirib, sayt haqida kengroq tushuncha beraman. Mana saytdan registratsiyadan o'tishimiz bilan bizga xuddi shunaqa oyna ochiladi. Sizlarda zadaniyalar chiqmay turgan bo'lishi mumkin, chunki sizlar yangi registratsiyadan o'tgan bo'lasizlar. Hozir qanaqa qilib biz bu saytga o'zimizni profillarimizni ulab qo'yishni ko'rsatib beraman. Buning uchun profilimiz ustiga bir marta bosamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek, profili degan tugma turibdi. Shuni ustiga bir marta bosib, biz o'zimizni TikTok, Instagram, Telegram akkauntlarimizni ulab qo'yishimiz kerak. Demak, добавить profil tugmasini bosamiz. Привязать profil Instagram tugmasini bossak, bizga qo'llanmani chiqarib beradi. Demak, biz приложениесini skachat qilishimiz kerak. Bu birinchi qatoriga qaramasanglar ham bo'ladi. Ikkinchi sharti biz Instagram username'imizni yozib qoldiramiz. Uchinchi sharti xuddi mana shu bergan so'zini ko'rib turganingizda yonida o'zi kopirovat ikonkasi ham turibdi. Shu kopirovat qilib olib bergan so'zini Instagram profilimizga o'tib, izmenit tugmasini bosib, ya'ni главный profilimizda chap tarafda bo'ladi. OCB degan bo'limga o'tib, xuddi mana shu bergan so'zini вставить qilib turishimiz kerak. Demak, 4-sida nima deyapti? Mana shu so'zni вставить qilganingdan keyin saytga qaytib kel, avtorizatsiya tugmasini bos. Avtorizatsiya bo'lgandan keyin bemalol OCB ga yozgan so'zingni, ya'ni mana bu bergan so'zimizni olib tashlasan ham bo'ladi deyapti 4-shartida. Demak, xuddi shunaqa qilib biz o'zimizni Instagram akkauntimizni ulab qo'yishimiz mumkin. TikTok profil ham xuddi shunaqa, добавить profil va привязать profil TikTok tugmasini bossak, u yoqda ham xuddi shunaqa username'imizni ikkinchi qatorga yozamiz. TikTok izmenit profil bo'limiga o'tib, описаниеga biz mana shu so'zni kopirovat qilib olib yozishimiz kerak. To'g'rida xuddi shunaqa avtorizatsiya bo'lgandan keyin bu bizga bergan so'zni profilingdan olib tashlasan ham bo'ladi degani. Xuddi shu tariqa sizlar o'zingizlarni like akkauntinglarni ham TikTok, Instagram akkauntinglarni ham ulab olishingiz mumkin. Men ko'rib turganingizdek VKontakte va Telegram akkaunt ulab qo'yganman. Agar sizlar shunday ham tushunmasdan ulolmayotgan bo'lsangiz, profilinglarni bizning Telegram adminimizga yozinglar. Telegram adminimiz sizlarga qanaqa qilib ulash kerakligi haqida yana yordam berib yuboradi. Demak, tepada har xil bo'limlari bor. Biz birinchi bo'lib yangi registratsiyadan o'tganimizdan keyin profillarni ulab olganimizdan keyin zadaniya bo'limiga o'tishimiz kerak. Shu bo'limdan biz like, podpiskalar bosib pullar ishlashimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, menda hozir VKontakte zadaniyalar chiqyapti, chunki faqat VKontakte akkauntimni ulaganman. Bu yerda 35 kopeykalik zadaniyalar ham bor. Prosta podpiska tashlab biz 30, 35, 20 kopeykalar ishlashimiz mumkin. Buning uchun mana выполнить tugmasini ustiga bir marta bosamiz, bizga yangi oyna ochiladi. Ya'ni xuddi shu profilni ko'rsatadi. Bu yerdan podpisatsiya tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Podpisatsiya bo'lgandan keyin 2 yoki 3 sekund mana shu oynada turishimiz kerak. Demak, 2-3 sekund o'tdi. X tugmasini bosamiz. Проверить tugmasini bosishdan oldin balansga ahamiyat beringlar. 717.83 deb проверить tugmasini bossa 718.18 bo'ldi. Ya'ni pullar momentanno bizning hamyonimizga keldi. Xuddi shu tariqa sizlar bu saytdan sarmoyasiz pullar ishlashingiz mumkin. Demak, hozir bu zadaniya уже qolmagan ekan, o'shaning uchun zadaniya временно недоступно degan yozuv chiqardi. Yana bir marta biz podpiska bo'lamiz. Ikkita podpiskani orqasidan biz 70 kopeyka pullar ishlashimiz mumkin. Har 3 ta podpiska bossak, biz 1 rubldan pullar ishlab kelsak bo'ladi. Проверить tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizda 718.53 kopeyka bo'ldi. Xuddi shu tariqa sizlar ishlasanglar bo'ladi. Zadaniyalar ko'p, bemalol kirib bajarishingiz mumkin. Har 5-10 daqiqada yangi zadaniyalar chiqib turadi. Bu yerdan o'zingizlar filtr qilib olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar Instagramga o'tinglar, undan oldin profilni ulab qo'yishingiz kerak. Men hali profilimni ulamaganman, ya'ni Instagram profilimni. Qolganlarni ham xuddi shu tariqa ulashingiz mumkin. Telegramda ham kanal, gruppa, botlarga obuna bo'lib reaksiyalar qoldirib 25, 20, 30 kopeykalar pul ishlashingiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, prosta podpiska bo'lganimiz uchun bizga 40 kopeyka beradi. Xuddi shu tariqa ishlashingiz mumkin. Bu yerdan filtr qilib olsanglar bo'ladi. Bu yerdan tip zadaniya, ya'ni podpiskani o'zi, like o'zi, repost yoki друзья shular
shularni ko'rib chiqishinglar mumkin yoki все tip задание tugmasini bosib hamma заданияларni chiqarsanglar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek sayt qiyin emas, absolyutni oson. Bizani asosiy qiladigan ishimiz profil bo'limiga o'tib profillarimizni ulab qo'yishimiz kerak, keyin zadaniya bo'limiga o'tib prosta pullar ishlab borsak bo'ladi. Unaqa qiyin joyi yo'q. Agar sizlar o'zingizlarning Instagram, TikTok, Telegram akkauntinglarni продвижение qilmoqchi bo'lsanglar, ya'ni подписчик, like yig'moqchi bo'lsanglar, мои заказы bo'limiga o'tib zakazlar bersanglar bo'ladi. Buning uchun создать задание tugmasini bosib, bemalol mana shu yerdan VKontakte, Telegram, Instagram, TikToklarga o'zingizlarning profilinglarga aytib o'tgandek подписка, like yig'ishinglar mumkin. Referali bo'lim orqali saytga do'stinglarni chaqirib yana plyus daromad olsanglar bo'ladi. Novosti bo'limidan sizlar saytda chiqayotgan yangiliklardan xabardor bo'lishinglar mumkin. 2013-yildan beri chiqqan yangiliklarni ham shu bo'limdan olsanglar bo'ladi. Pomosh bo'limi orqali sizlar o'zingizlar tushunmagan savollarga javob olishinglar mumkin. Demak, narushение ish trafi bor, ya'ni sizlar подписка, like bosib, сразу yana profilinglarga o'tib подписка qo'ysalar, sizlar shtraf olasizlar. Ya'ni profilinglar shtraf bo'ladi. 1-2 soat zadaniya bajara olmaysizlar. Keyin unaqa kattaroq pul ham ishlay olmaysizlar. O'shaning uchun sizlarga yana sразу qaytib подписка qilishinglarni tavsiya etmayman. Buni mana shtrafi bo'limiga o'tib ko'rishinglar mumkin. Ko'rib turganinglardek, menda shtraf yo'q. Shtraf olganinglardan keyin kamida 7 kun 1 oy sizlarni istoriyalarda turadi olgan shtrafinglar. Выполнение задания bo'limi orqali bajargan zadaniyalarni ko'rib borishinglar mumkin. Keyin sizlarga aytib o'taman, agar bu saytdan pul ishlamoqchi bo'lsanglar, prosta fake account ochib qo'yinglar. Fake account ochib qo'ysanglar, sizlarning asosiy profilinglar bardak bo'lib ketmaydi. Har xil odamlarga подписка tashlamaysizlar. O'shaning uchun ko'pchilik fake accountni ulab qo'yib bu saytdan sarmoyasiz pul ishlab keladi. Demak, tepadagi bo'limlarni ko'rsatib o'tdim. Endi pul ichish ko'rsatib o'taman. Buning uchun profil ustiga bir marta bosib, пополнить bo'limi faqat zakaz bermoqchi bo'lsanglar, вывести bo'limi sarmoyasiz ishlagan pulinglarni yechib olish uchun kerak bo'ladi. Demak, ko'rib turganingizdek, men bu saytdan pul yechib o'tganman. 1300 rubl bundan oldin yechib o'tganman, 4470 rubl yechib o'tganman. Ya'ni hozirda 1000 rubllar narxi 150 ming so'm atrofida bo'lyapti. 4400 rubl 600 ming 700 minglar atrofida bo'lyapti. Bu saytdan xuddi shu tariqa men pul ishlab kelganman. 2100, 3000, 3800 rubllar sarmoyasiz bu saytdan pullarni chiqarib olganman. Demak, faqat PR ga chiqarib olganman. PR hamyon bo'lmasa bizning Telegram kanalimizdan PR hamyon manzilini ham olsanglar bo'ladi. Demak, pullar qachon kelib tushishini ham bu yerda ko'rishinglar mumkin. 15, 11, 25 da. Ya'ni bu sayt har shanba va oddiy kunlari odamlarga pullarni 100% to'lab beradi. Bu yerdan summani yozamiz, вывести tugmasini bossak, yaqinda mana USDT TRC20 bilan ERC20 qo'shildi. Ikkalasida ham komissiyasi 2% tashkil qiladi va minimalkasi TRC20 ga 500, bunga 1000 rubllar tashkil qiladi. PR ga pul yechmoqchi bo'lsanglar, minimalni 100 rubldan boshlab sizlar pulinglarni yechishinglar mumkin. Komissiyasi 6%. Demak, PR bosamiz, bu yerda summalar avtomatik yozilgan. 43 rubl bizga komissiya olib qoladi. 675 rubl bizani PR hamyonimizga kelib tushadi. Komissiyasi to'g'ri sal kattaroq bo'lishi mumkin, lekin asosiysi saytdan biz absolyutni sarmoyasiz pullar ishlay olamiz. Demak, endi bu yoqqa PR hamyonimizni nomerini yozib qoldiramiz. Mana PR hamyonimiz yozib qoldirdi. Endi подтвердить tugmasini ustiga bir marta bossak, bizga ko'rib turganingizdek zakaz выполнено degan yozuv chiqardi va biz yechgan pullar обработкаga ketdi. Uzog'i 15-sanagacha kelib tushadi deb qo'ygan. Sayt ishonchli, pullarni 100% to'lab beradi. Bemalol kirib sizlar ham sarmoyasiz pul ishlashinglar mumkin. Demak, уведомлениеda ham ko'rib turishinglar mumkin. Bizga yechgan zaявка уже птичка holatiga keldi, ya'ni zaявка qoldirildi. Pullar kelib tushishi bilan men skrinshotlarini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimizga o'tib, bu sayt to'laydimi, yo'qmi, bemalol o'zingizlar ko'rib ishonch hosil qilib olishinglar mumkin. Agar sizlar ham bu saytdan sarmoyasiz likelar, podpiskalar bosib pul ishlamoqchi bo'lsanglar, bu saytda original silkasi bizning Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimizga qanaqa qilib o'tish kerakligini skrinshotlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Bemalol Telegram kanalimizga o'tib, bu saytda original silkasidan foydalanib pul ishlashinglar mumkin. Demak, shunaqa sarmoyasiz va sarmoyali ishonchli saytlardan pul ishlashingizga qiziq bo'lsa, bizning YouTube va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqa saytlarni tez-tez va ko'p-ko'p sizlarga video obzor qilib chiqarib turamiz. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlab borasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.